Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan yana Bahriddinov Olimjon. Azizlarim, bugungi mavzumiz juda ko'pchilikning og'riqli nuqtalaridan biri bo'lgan yo'q deya olmaslik, insonlarga ochiqcha rad javobini bera olmaslik. Buni sabablari nima va yechimi qanday? Yo'q deya olmaslik o'zi qayerdan kelib chiqadi? Yo'q deya olmaydigan insonlarda ko'pincha agar e'tibor berib ko'rsangiz, bu sizda ham bor. O'ylaysizki, agar men kimgadir menga bir iltimos aytganda, ish aytganda yoki mendan nimadir so'raganda men yo'q desam, u odam mendan xafa bo'ladi. U odam meni keyin yaxshi ko'rmay qo'yadi. U odam keyin meni yomon inson ekan deb o'ylaydi. U inson keyin meni qadrlamay qo'yadi yoki meni aybdor qiladi yoki meni tashlab ketadi. Bu har xil narsa bo'lishi mumkin. O'zingizga savol berib ko'ring. Siz kimgadir yo'q deya olmaganingizda nima uchun aynan yo'q deya olmagansiz yoki kimdir sizdan so'raganda nima uchun odamlarga yo'q javobini bera olmaysiz? Buni tagida nima yotadi endi? Yo'q deyishni, deya olmaslikni tagida sevilmaslikdan qo'rquv yotadi. İnsonlarni norozi qilishdan va sevilmaslikdan qo'rquv. Xo'p, insonlar sizni sevmay qo'ysa nima bo'ladi desangiz, chekkaga chiqib qolasiz. Chekkaga chiqib qolsangiz nima bo'ladi? Siz yolg'iz qolib ketasiz. Yolg'iz qolsangiz nima bo'ladi? Chunki siz keyin yomon odam bo'lib qolasiz. Hech kim sizni sevmaydi, qadrlamaydi. Albatta odamlar sizni sevmagandan keyin nima bo'ladi? Siz o'zingizni o'zingiz qadrlamaysiz. O'zingizni yaxshi ko'rmaysiz keyin. Demak, buni tagida nima yotar ekan? Sevilmay qolishdan va yolg'iz qolishdan qo'rquv. Aynan juda ko'pchilik insonlar mana shu qo'rquv sababli ham o'ziga yoqmagan ishlarni, o'ziga yoqmagan narsalarni ham bajarishga majbur bo'ladi. Agar mabodo yo'q deb qo'ysa ham kimgadir, o'sha rad javobini bersa ham, keyin ichidan qiynalish bo'ladi. Ichidan qiynaladi. Voy, nimaga yo'q dedim? O'sha inson mendan norozi bo'ldi-da. U qachondir menga yordam beruvdi, men mana bunaqa ish qildim-da. Endi men yomon odamga aylanib qoldim-da. Endi u meni sevmay qo'yadi-da, mendan xafa bo'ldi-da. Yo'q. Aslida doim sizni yo'q deya olmasligingizdan foydalanib, sizga har xil narsalarni buyurayotgan, sizdan foydalanayotgan insonlar sizni manipulyatsiya qilyapti. Ya'ni aldayapti sizni. Yo'q deya olmasligingizdan foydalanib, hamma narsani sizga qildirishga harakat qiladi yoki o'sha sizga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Yolg'on va aldov natijasida. Endi bu munosabat bugun kecha shakllanmadi. Qayerdan shakllandi? Bolaligimizda ovqatni yesang seni yaxshi ko'raman. Yo'q desangiz, misol uchun xohlamayotgandirsiz. Hammamiz bola bo'lganmiz yoki bolalarimiz bor. Yo'q, ovqat yeyishni xohlamayapman desa, yo'q, sen hozir xohlayapsan ovqat yeyishni, yeyishing kerak deb uni fikrlariga, uni o'sha bolani qarorlariga tupurib qo'ygan holda ota-ona o'zini aytganini qildiraveradi, jamiyat ta'sir o'tkazaveradi va natijada bola nima deb o'ylaydi? Men qachonki uydagilarimni aytganini qilsam, o'shanda yaxshi bola bo'laman. Yaxshi bola bo'lsam, keyin meni sevishadi. Meni sevishsa men qadrli bo'laman, o'zimni kerakli insondek his qilaman va hokazo. Ya'ni buni tagida bolalikda bizga qo'yilgan shartlar yotadi. Chunki bizga bir dunyo shartlar qo'yib sevishgan. Ovqatingni yesang yaxshi ko'raman, aytganimni qilsang yaxshi ko'raman, ko'chaga chiqmasang, tartibli bola bo'lsang va hokazo. Misol uchun ayollarda bu qanday namoyon bo'ladi? Ayollarda yo'q deya olmaslik, doim hammani aytganini qilish, odamlarning xohishi bo'yicha yashash, o'zini unutish, o'zini unutib hamma ishni qilib bersa, u ayol yo'q deya olmasa, u ayol yaxshi, seviladi. Erkaklarda qanday? Kimdir yordam so'rasa, kimdir unga qanaqadir bir iltimos bilan murojaat qilsa, u inson yo'q desa, demak u kibrga berilib ketgan, pul topib o'zgarib ketgan, umuman o'sha o'zini qolipidan chiqib ketgan inson sifatida baholanadi-da. Insonlar yana meni sevmay qo'yadi deb turib, o'sha o'zini chegaralarini buzib, o'zidan voz kechib hammaga yordam berishga harakat qiladi va shuni natijasida doim pand yeb yuradi. Bu misol uchun bitta, ikkita, uchta emas, juda ham ko'plab bunaqa holatlar bo'lgan. Hammamiz hayotimizda shunaqa holatlar bo'lgan. Endi buni davosi bormi, yechimi bormi? Albatta, qachonki ong ostidan o'sha shartli sevgi dasturi
men sevilmay qo'yishdan, yomon odam bo'lib qolishdan, qadrsiz bo'lib qolishdan qo'rqaman degan dasturlar olib tashlanib, ana shu yerga to'g'ri kodlar yozilgandan keyin siz insonlarga bemalol yo'q deya olasiz. Albatta o'zingizni chegaralaringizni qo'ya olasiz. Chunki siz chegaralaringizni qo'yib, siz o'zingizni hurmat qilsangiz boru, atrofdagilar sizga hurmat bilan munosabatda bo'lishni boshlaydi. Ya'ni sizdan xafa ham bo'lmaydi. Biladi, что sizga osonlikcha ta'sir o'tkazib bo'lmaydi. Sizga aytganda qildirib bo'lmaydi. Hamma sizni hurmat qilishni boshlaydi. Siz o'ylaysizki, yo'q, qachonki men hammaga yordam bersam, keyin meni hurmat qiladi deb o'ylaysiz. Bu xato narsa. Aynan o'sha siz yordam berayotgan insonlarni yonida sizni haqiqatdan ham na chegarangiz bor, na qadr qimmatingiz bor, hech narsangiz yo'q. Chunki u yerda o'zingiz yo'qsiz. Misol uchun men ham odamman, men ham shaxsman deb turib, o'rtaga bitta narsani qo'yib, bu meni fikrim, meni qarorim deb ayta olmaysiz. O'shaning uchun ham ular atrofingizdagilar biladiki, sizga hamma narsani qildirish mumkin. Siz nima deydi? Sizni osonlik bilan bir yo'lga yo'naltirish mumkin. O'sha narsani bilib turib, sizni hurmat qilishmaydi. Aytganimdek, eng asosiysi yo'q deyishni bilish kerak. Albatta yozib qoldiring, siz ham qanaqa vaziyatlarda kimlarga yo'q deya olmagansiz yoki yo'q deya olmaysiz. Albatta mana shu narsalardan siz qutulib, keraksizlik, qadrsiz bo'lib qolish, odamlarni aytganini qilmasam ular meni sevmay qo'yadi, qachonki men foydali bo'lsam insonlar meni sevadi degan his-tuyg'ulardan, o'sha eng asosiysi ichki qiynalishda, mana bu biz vijdon deymiz, u vijdonim qiynaldi yo'q deganim uchun. O'sha vijdon azobidan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy chegaralaringizni qo'yib, hurmatli, kerakli va asosiysi hamma qadrlaydigan insonga aylanmoqchi bo'lsangiz, marhamat, nomerlarimni yozib qoldiraman. Menga Telegramdan, WhatsAppdan murojaat qiling. Birga konsultatsiya qilamiz, buni yechimlarini qidiramiz. Ishlash kerak bo'lsa birgalikda ishlab, aynan mana shu narsalarni olib tashlaymiz. Bu yoqdan maqsad faqatgina sizga yordam berish, sizni o'sha shaxsiy chegaralaringizni o'rnatib, sizni hayotingizni yangi bosqichga, yangi darajaga olib chiqish. Chunki bu bora o'zini unutishda, bu sizni kasal qiladigan darajaga olib keladi. Sizni kasal qiladi. Misol uchun yo'q deya olmay doim hammaga pul bersangiz, siz yordam bersangiz, ularni ishlarini qilib bersangiz yoki o'zingizdan foydalanishiga ruxsat beraversangiz, siz shaxs sifatida, inson sifatida yo'qolib boraverasiz. Ya'ni sizni o'zligingiz yo'qolib boraveradida. Faqat atrof muhit, jamiyat, ota-onangiz, eringiz yoki xotiningiz, bilmayman, yaqin oila a'zolaringiz shakllantirgan inson qoladi. Faqatgina siz ular yasagan qolipga moslashib yashaysiz. Bu yoqda o'zingizni hayotingiz ham, o'zingizni na bir fikringiz ham, qadr-qimmatingiz ham bo'lmaydi. Albatta o'ylab ko'ring, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan ong osti bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.